Yana bir karra bizni tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Bugun 1-dekabr, ham haftani dushanba kuni, ham qishning birinchi kuni va biz Istiqlol telekanalida Tushlikda dasturini jonli tarzda to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatmoqdamiz. Qiziqarli suhbatlarimizdan albatta sizni imkon qadar bahramand qilishga harakat qilyapmiz. Agar tushlik qilayotgan bo'lsangiz, yurtdoshlarimiz barchalariga biz yoqimli ishtaha deymiz. Dasturxoningiz fayzli bo'lsin, to'kin sochin bo'lsin deb niyat qilamiz albatta. Va biz suhbatimizni davom ettiramiz. Bizni galdagi mehmonimiz juda ajoyib ustoz, 14-15 yildan buyon ustozlik qilib kelayotgan va bugun mingdan ortiq shogirdlarni ustozi, Buxoro shahridagi Lingo Pro o'quv markazi ta'sischisi, ustozi, rahbari Tolibjon To'xtayev. Tolibjon, sizni dasturimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Tolibjonni juda ko'p podkastlarini adashmasam agar o'sha ijtimoiy tarmoqlardan ko'radiganlar ham kuzatishadi, bilishadi va bugun siz mehmon sifatida, ya'ni mezbon emas, mehmon sifatida ishtirok etyapsiz. Xush ko'rdik dasturda. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmat qilib chaqirganlaringizga kattakon rahmat. Barcha shahardoshlarimizni birinchi ilk kuni bilan tabriklayman. Agar haqiqatan ham ular tushlik qilishayotgan bo'lsa, yoqimli ishtaha tilaymiz. Umid qilamizki, bu ko'rsatuvimiz manfaatli bo'ladi. Albatta. Agar sizni bolangizni, ya'ni ta'lim sohasiga befarq bo'lmasangiz, bu suhbatimizni albatta tinglashga sizni taklif qilamiz, chunki bugun biz zamonaviy ta'lim, yoshlarning bugungi zamonaviy ta'limdagi intilishlari, muammolari haqida bevosita suhbatlashamiz, chunki Tolibjon uzoq yillardan buyon o'quvchilarga xorijiy tildan ingliz tilidan saboq berib keladilar va bu borada shunchaki saboq berishdan tashqari mana shu yo'nalishni ikir-chikirlari, uni bugungi vaziyati, uni yaxshilash uchun qilinayotgan ishlar ustida ham bevosita izlanishlar olib boradilar. Umuman Tolibjon, ustozlik qanday ekan? Chunki yo'nalishingiz o'qituvchilik emas, lekin siz mana shuncha yildan beri ustozlik qilib kelasiz. Albatta bu katta ne'mat. Chunki ustoz bo'lishlik bu kishini o'ziga bog'liq narsa ham emas. Bu qaysidir ma'noda sizga bir yaratgan tomonidan beriladigan vazifa. Ko'pchilik katta ustozlar o'zlari xohlagan tarzda buni tanlashmaydi aslida. Vaziyat shuni taqozo qiladi va qarabsizki, sizni bo'yningizga bir mas'uliyat tushadi. Siz shu bolalar bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Va sizni vaziyatingizda ham xuddi shunday bo'lgan. Xuddi shunday bo'lgan, to'g'ri. Men o'zi bakalavrim marketingda bo'lgan, biznes marketingda yoshligimdan qiziqqanman. Ham ilmga, ham tijoratga qiziqqanman. Keyinchalik shu ingliz tilini 3 yil o'zimiz tahsil oldik. Ustozimiz Murodullo Jo'rayevning qo'llarida o'qidik. Keyin shu marketing sohasini Toshkentdagi menejmentni rivojlantirish institutida kirdim, Singapurskiy institutiga. O'quvchilik davrimdanoq darsdan keyin yana ingliz tilini o'rgatishni boshlaganmiz. Shu tariqa bolalar o'zgarishni boshladi. Keyin natija qilishni boshlaysiz. 1 yil o'qitganingizdan keyin haligi hech narsani bilmagan bolada o'zgarishni ko'rib, inson o'zi ilhomlanadi. Xuddi bir yerga niholni ekkandan keyin uni mevasini tatigan dehqon hech qachon dehqonchilikni tark etmagani singari siz ham ustozchilikni tark eta olmaysiz. Orada 4 oy to'xtatganman. Toshkentga borib o'sha vazirlik qoshidagi iqtisodiy tashkilotga kirganman ishga. Lekin 4 oy ishladim. Ochig'i qaysidir ma'noda yana shu o'qituvchilikni boshlagim kelyapti. Bu men uchun emas dedingizmi? Shunaqa bo'ldi. Ochig'i ustozlik bu shunchaki pul topish uchun qilinadigan ish emas. Bu o'zgarish, rivojlanish, insonlarning hayotiga ta'sir ko'rsata olish, ularni dunyo qarashini shakllantira olish, ularga hayot yo'lini chizib berish. Bu o'ta ham mas'uliyatli, ham lazzatli narsa. Siz payti bilan asabiylashasiz, ishingiz qiyidi, o'zgarish bo'lmayotgandek tuyuladi. Lekin birozdan so'ng o'sha bolani erkin suhbatlashayotganini ko'rganingizda
ichingizdan zavqlanib ketasiz. Xuddi bir o'zingizni farzandingizda bir rivojlanish ko'rayotganday bo'ladi. Tolibjon, umuman mana Tolibjon bir necha yillardan buyon o'sha IELTS, TOEFL xalqaro sertifikatlari uchun o'quvchilar tayyorlaydi va bugungacha 100 dan ortiq o'quvchilari xuddi shunday sertifikatlarni qo'lga kiritgan. Umuman mana shu sertifikatlarga bo'lgan qiziqish, umuman IELTS olishga, TOEFL olishga, ingliz tiliga bo'lgan qiziqish nazaringizda qachondan kirib keldi va bunga nima ehtiyoj bo'ldi mamlakatimizga? Bu biza ilk boshlaganimizda 2007-yillarda hali to'g'risi IELTS degan narsani hech kim bilmasdi. TOEFL mavjud emas edi desak ham bo'ladi. Test markazida bo'lgan, lekin ommadan sertifikat orqali ingliz tili imtihondan ozod qilish sistemasi bo'lmagani uchun bizga u darajada ommaviy emas edi. 2007-2008-yillarda IELTS desa faqat chet elga chiqish uchun kerak bo'lgan qog'oz tushunilgan. U paytlarda bitta narsani aytib o'tmoqchiman, hali o'zimizda ham xalq ichida ilm fanga bo'lgan qiziqish juda past edi. Siz eslasangiz, barchamiz eslasak kerak, o'qisang nima bo'lasan degan gap bo'lardi. Shunday. Endi o'tish davrida biroz iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lgandan keyin odamlar ko'proq o'sha pul topish, ko'proq tijoratga o'zini urdida. To'g'ri, ilmga sal e'tibor past bo'lgan davrda biz o'qiganmiz o'sha payt. Shunday. To shu Toshkentga 1-2 kurs bo'lganimga qadar ham avtobusgami, taksigami bir kimdir bilan muloqot qilsak, nima qilyapsan? Ingliz tilini o'rganyapman yoki nima qilyapsan? Men Singapurskida o'qiyapman desa, o'qib kimman bilasan? O'qib mana Rossiyaga ketgan, o'qib yoki taksilik qilyapti. Diplomi bor, lekin ishi yo'q. Juda xato tushunchalar o'sha davrda kirib qolgan edi. Hozir esa agar qaysidir bola bir kishiga men ingliz tilini o'rganyapman desa, o'qi uka deydi. Xuddi shu. Men juda afsusdaman, o'qish kerak ekan deydi. Bu bizni eng katta tashlagan qadamimiz. Mustaqillikdan keyin bizni tashlagan eng katta, eng ilg'or qadamimiz menimcha shu xalq ichida shu fikrni, tushunchani o'zgargani bo'ldi. Bu ilmga bo'lgan eng katta qadamimiz bo'ldi shu oxirgi yillarda. Endi kim bunga e'tibor bergan bilmayman. Men lekin o'quvchi sifatida ham, ustoz sifatida ham bu muammoga yo'liqqanman. O'zimga og'riqli, hatto institutga kirgan paytimda ba'zi qarindoshlarimiz kirib o'qima, u yer sanib aldab pulingni oladigan joy degan. Biz 3-yilga kirganmizda Singapurga ochilgandan keyin 3-yilda. Hali hech kim ishonmasdi, istiqboliga ishonmasdi, lekin men bilan o'qigan bolalarning birortasini quyi lavozimda ishlayotganini bilmayman. Hammasi o'zini kasbini, kimdir biznes boshlagan bo'lsa, rivojlanib ketgan, kimdir davlat ishida ishlayotgan bo'lsa ham yaxshi joylarda ishlayapti. Ya'ni iste'dodli farzand qilib tarbiyalab bildi. Bugungi kundagi o'sishimizga qadam tashlandi. Hozir mana bolalar qiziqishi juda ham katta. Juda katta foizli talabalarimiz ingliz tilini o'qiyapti, o'rganyapti. U bilan parallel ravishda matematika fanini, boshqa ilmiy fanlarni o'qishyapti. Bu ajoyib narsa. Bu nimaga olib keladi keyingi 10 yillikda? Bu shunday tempda davom etadigan bo'lsa. Albatta, bugungi biz uyg'onish davriga kiryapmiz. Ilm fanida uyg'onish davriga kiryapmiz. Bu endi nazariyani amaliyotga qo'llashga olib keladi. Keyingi 10 yilligimiz o'rganayotgan narsamizni hayotda tatbiq qilish bo'ladi. Mana so'nggi adashmasam bir 10 yil ichida, oxirgi 10 yil ichida bizlar kurslarga ko'p e'tibor bo'ldi. Bolalar biologiyalardan olimpiadalarda yutyapti, matematikadan xalqaro darajadagi olimpiadalarda 2-3 o'rinlarni olyapti. Juda ko'payib ketdi. IELTSda mana 9lar, 50 talab 9 olyapti bolalar. SATdan mana 4-5 kishi уже 100% natijani qilgan. Endi keyingi bosqich ularni natijasini chiqarish bo'ladi. Bir aytaylik mahsulot ishlab chiqarmoqchimiz. Bizga turli xil fan sohalaridan mutaxassislar kerak bo'ladi. Bir texnika bo'lsa, oddiyroq mana boshlaylik, bir stol ishlab chiqarish kerak yoki shuni xom ashyosini ishlab chiqarish kerak. Bizga buni kimyoviy xossalarini o'rganadigan kimyo ustozi kerak, mutaxassis kerak. Buni tortish qonunlarini o'rganadigan fizik kerak. Buni ishlab chiqarish uchun aytaylik bir qancha mahsulot kerakligini hisoblaydigan matematik kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Buni insonga ta'siri qanday bo'lishini o'rganadigan biolog kerak bo'ladi. Ya'ni biza sohalar olimlarini birlashtirgan holda yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni boshlaymiz 10 yil ichida. Maktabimiz ham xudo xolasa shuni ko'zlayapti.
Bu nimaga olib keladi? Bu keyingi 10 yillikda bizni xomashyoga bo'lgan va tayyor mahsulotga bo'lgan ehtiyojimizni kamaytiradi. Ya'ni mahalliy o'zimizda ko'payadi demoqchisiz. Mahalliy ishlab chiqarish ko'payadi. Buning uchun birinchi o'rinda bizga kadr kerak. Yetarlicha kadr kerak. Nazariy jihatdan kadrlar yetarli. Endi sekin-asta ularni mana El-yurt umidi grantlari orqali, Erasmus grantlari orqali davlatimiz yo'l ochib beryaptiki, bolalarga boringlar. Lekin shu ham muammoda. Bugun ingliz tilini zo'r bilgan mutaxassislarimiz, bolalarimiz chet elga ketib qolmaydimi? Bu muammo avvalambor oiladagi muammo va maktabda berilayotgan g'oyaviy demak tushunchadan bo'lyapti albatta. Agar uyda ota-ona farzandiga har doim bolam, sen xizmat qilishing kerak. Sen bu yurt uchun tug'ilgansan. Sen bu atrofingdagilarga sen javobgarsan deb agar qaraydigan bo'lsa, u hech qachon qaysidir miqdordagi pul uchun chet elga qolmaydi. Lekin tan olish kerak, Tolibjon, bugun mana o'sha IELTS'ni olmoqchi bo'lgan bolalarni men bilmadim endi, balki 50%dir, balki 60%dir, o'sha chetga chiqib ketish niyatida kelayotganlari ham bor, to'g'rimi? Albatta, biz ham bugun tushuntiramiz, bolalarga aytamiz. Bugungi kunda tafovut o'ta katta emas. Avvalambor shu narsani aytaylik. Tafovut qaysi ma'noda? Bizda misol yaxshi bilimli kadrlar topayotgan pul bilan chet elda oddiy odamlar, misol shofyorlar topayotgan pul o'rtasidagi tafovut katta emas. Men masalan 15 yilcha bo'lgan bo'lsa, ingliz tilida ishga kirganimga, o'sha paytlari misol sertifikatni olib ketib qolgan o'rtoqlarim bor. Ba'zilar bilan gaplashamiz, aytadiki, agar mana hozirgi tushuncham bo'lganda edi va aytaylik 10 million so'm miqdorida men oylik topsaydim, O'zbekistonga ketmasdim deydi. Chunki u yerga topilayotgan katta pulga yarasha katta xarajat ham bor. Bizda topilayotgan pulga yarasha xarajat qilinadi. Va men o'zim qiyinchilik bilan oilamizda misol oyim ikkinchi guruh nogironi bo'lganlar, salomatlikda endi bor, muammomiz bor, men u haqida gapirmoqchi emasman, lekin shu moddiy qiyinchiliklar bizda bo'lgan. Va ba'zilar bilsa kerak, biz oddiy pishiriqlab pishirib, paketchalarga sotib kelgan odam sifatida aytamanki, iloji bor. Siz qiyinchilikda bo'lsangiz, siz moddiymi, ruhiymi yoki ilmiy jihatdan bir qiyinchilikda tushib qolgan bo'lsangiz, albatta o'zimizda uni iloji bor, qidirish kerak. Yechimi bor, muammodan chiqish yechimi bor, faqat izlab bilish kerak. Endi muammosiga shu yerda yechim izlolmagan inson chet elda ham uni topa olmaydi. Chunki yechim topish qobiliyati boshqa, atrofida imkoniyatlarni ko'p yoki kamligi boshqa narsa. Yechim qidiradigan inson barcha joyda, Afrikani cho'liga yetib qo'ying, u nimadir iloj qilish kerak o'zi uchun. Keyin bu yerda o'sish uchun potensial ko'proq albatta xorijga nisbatan. Bu yerda baribir har holda bu yerda qo'llov bo'ladi, bu yerda boshqacha muhit bo'ladi, to'g'rimi? Mana misol talaba boryapti, Koreyaga ketyapti, tilni bilmaydi. U yerdagilar ingliz tilini bilmaydi. Bu institutga kirgan. Birinchi muammosi ovqat. Bola 3 mahal ovqatlanish kerak. Yaxshi bilim olish uchun avvalambor ovqat kerak. U ovqat mehr bilan pishirilgan bo'lishi kerak. Ona ovqatiga teng keladigan energiyani o'zi yo'q. Mehr bilan tayyorlangan ona ovqatiga tengi yo'q. Ikkinchi muammo, u o'qishga borib keladi, kitob sotib olish kerak, kompyuter kerak bo'ladi. U narsalar uchun mablag' kerak. Bu yerga ota kerak. U bolaga ota kerak. Qo'llov kerak albatta. Endi ota yo'q, ona yo'q, ovqat yo'q. Misol u yerdagi madaniy qarashlar boshqa xil, insonlar boshqa xil. Bola birinchi g'ami tashvishi pul topay bo'lib qoladi. Hech qachon bir vaqtning o'zida kishi ham pul topib, ham ilm ola olmaydi. Xuddi shunday. U uchun to'g'ri imkoniyat kerak. Misol biz ham ustozlarimiz bilan maslahatlashganmiz shu kurs o'tish masalasida 2 soatdan oshmasin. Misol mana bugun talabasiz, ishlaysiz, 2 soatdan ortiq ishlamang. Toki qolgan vaqtingiz ilm olishga ketsin. Sohani o'rganish kerak. Maqsad pul topish emas, maqsad ilm olib, kuchli olim bo'lish. Misol mana biz o'z marketingdagi oddiy qoida, oldingizga kelayotgan xaridorni ehtiyojini qondirish orqali siz daromad toping. Maqsad oldimizga kelgan xaridorni ehtiyojini qondirish, uni rozi qilish, u berayotgan puli qiymatiga yarasha evaz berish unga.
yoki xizmat ko'rsatish. Biza ta'limga ham shundoq qaraganmiz. Bola kelyapti, biza assistentlarga ham aytaman, u pul to'layapti. U puliga yarasha va undan ortig'ini olib ketsin. Hech qachon kelib mana bugun qanchadir miqdor pul berdi, aytaylik 30 ming so'm bergan puliga yarasha nima ham oldim deb chiqib ketmasin. U shundoq chiqib ketsinki, zo'r-ku, misol bu 500 minglik narsa-ku bu deb ketish kerak-da. Biza shu qoidani, oddiygina shu qoidani marketing birinchi qoidasi. Ta'limga integratsiya qilishimiz orqali, men o'ylayman, ko'p narsaga erisha oldik. Sizni o'zingizda chet elga chiqib ketish niyati hech qachon bo'lmaganmi? Bo'lgan. Birinchi orzuyim o'zi chet elga chiqish bo'lgan. Men 8 ball olgan paytim imkoniyat tug'ilgan o'sha payt. Tanlov ham bo'lgan, to'g'ri? Kanadaga borish imkoniyati orzum bo'lardi endi. Ko'p eshitardik, shu u yerda ishlasa yaxshi, daromadi katta. Lekin men oilada bitta o'g'ilman, 3 ta opam borlar. Keyin shu deyarli hech kim indamadi boshida. Mayli, o'g'lim. Hamma rozi bo'ldi. Hamma rozidek tuyuldi. Keyin qaraysa, vaziyat jiddiylashib kelyapti. Menga taklif tushyapti. Endi misol universitetga o'qishga, men agentlikda topganman, bo'ldi, men hujjatimizni topshiramiz. IELTS sertifikatimizni yangilaymizda ketamiz. Bo'lib turgan paytda keyin shundoq tushdim, xursandman javob kelgan. Ota, men aytdim, bo'ldi, ishim bitdi. Endi Kanadaga ketaman o'qishga desam, otam bir xo'rsinib qaradilar-da. Sen dedilar, ketishni o'ylayapsan. Bizni o'yla demayman. Bu yerni kim senda hamma o'qiganlar ketaversa kim qaraydi Buxoroga? Kim qaraydi? Kim ortindagi odamlarga misol ilm beradi, yaxshi ta'lim beradi. Sen yaxshi ishlab o'sha paytlari Jo'rayev Murodullo ustozga assistent edim. Yaxshi ishlab turgan paytim edi. Natijalar zo'r bo'layotgan payt. Endi otam uni ta'mini topganlarda ustoz, meni ustoz bo'lishligim hurmatini ko'rganlar, shogirdlarimiz kelib u kishiga bir boshqacha ehtirom ko'rsatgan. Keyin otam aytdilar, "Yo'q, ketmaysan hech qayerga. Qolasan." Bir o'ksindim ochig'i, men aytdim, "Mayli, rozi biz taqdirimizga. Agar shu sizni rozi qilsa ota dedim, qolaman." Lekin mingdan ming roziman o'sha qarorga ham, otamni o'sha paytda meni qaytarganlariga ham. Boraman, xudo xolasa chet elga chiqamiz. Turist sifatida yoki bir ilmiy izlanish qilish maqsadida qisqa muddatda oilamizni sog'dirtirmagan holatda albatta chiqib ketish niyatimiz hali ham bor, lekin ochig'i borib qayergadir ishlash orzuyim yo'q. Hozir 100% yo'q. Shu yerda ya'ni tomir yoyib shu yerda ko'karish bu albatta ham baxt ham. Albatta. To'g'ri. Albatta. Biz oldingi suhbatda hozir mana tashqarida tinglab turdik. Vatan ona kabi, onaga o'xshatadi dedilar ustoz. Biz onamiz bag'rida bir nima deydi? Erkamiz. To'g'ri. Bu yerda misol siz ishdan charchab chiqqaningizdan ham ko'chaga chiqqaningizda bir har qayerga bormayin, bir o'rtog'imni ko'raman, bir tanishimni ko'raman. Bir joyga bir piyola choy ichishga kirsangiz ham bir tanishingizni ko'rasiz, ko'nglingiz yoziladi, xursand bo'ladi inson. Bu vatan. O'sha oila bag'riga borib farzandlaringizni bir bag'ringizga olganingizda ham bu baxtga hech narsa yetmaydi. Juda ajoyib, juda ajoyib. Farzandlar bilan bo'lish, ularni ota-onam oldilarida bo'lishligi, bobosi, buvisi mehrini olishligi, bular barchasi mingdan ming shukr ajoyib. Tolibjon, bilasizmi, mana o'zingiz ham eshitsangiz kerak, biz ham odamlar orasida ko'p yuramiz. Bugun o'sha tayyorlov kurslari haqida gap ketganda, nimaga kerak maktab ta'limi? Demak, maktab o'sha kerakli darajada bilimni bera olmayaptiki, bolalar kursga ehtiyoji bor. Juda ko'p eshitamiz-da. Siz shunga qanday qaraysiz? Men jiddiy qarshiman bu fikrga. Men bitta xursand bo'lgan jihati mana shu so'nggi yillarda maktablarni Milliy gvardiya orqali davomatni 100% ga ko'tarilishi. Men bundan juda ham xursandman. Chunki kursni deb javob olib, maktablardan misol turli xil yo'llar bilan bolalarini qaytarib chet ellarga etayotganlar bor. Buni xavfi o'ta katta. Birinchi o'rinda davomatni 100% ga chiqarishligi bu bolalar boshqalar bilan, insonlar bilan aralashib, integrallashib, ular bilan muomala qilishni o'rganishi ham kerak. Biza bir dogmaga kirib qolyapmiz-da, insonlar bitta fanga zo'r bo'lib ketyapti, tilni zo'r bilyapti, lekin umuman biologiya, ximiyadan xabari yo'q. Umuman oddiy elementar narsalar. Ularga misol nopsanlik
paydo bo'lib qoladida, asosan shu ingliz tilini o'rganadiganlarga sal inglizchani bilib olgandan keyin terminlar orasida inglizcha so'zlarni qo'shib gapiradi. Bilmaganlarga past nazar bilan o'ta xavfli narsa bu. Biza uni olim qilyapmiz, lekin odamlikdan uzoqlashtirib qo'yamiz. Maktab bu shunchaki ilm uchun emas, bu odamlikni o'rganish maskani. Men eslayman, misol maktabimizda ustozlarimiz odob haqida gapirishardi, ota-onaga hurmat haqida gapirishardi, bir-birimizga bo'lgan mehr-muhabbat haqida gapirishardi. Bu bolalar yashashni unutib qo'yapti. Bolalarimiz 16-17 yoshga kirgan bolalar menga keladi, ba'zilari ruhan juda ham ezilgan. Misol boradi, maktab uni vazifasini qilmagan, davomati yo'qligi uchun qo'ydi. Kursga keladi, biz darsini qilmaganligi uchun qo'yamiz. Uyga boradi, ota-onasi past bahosi uchun uni qo'ydi. Bola shunaqangi qisilib qolganki, birdan so'rayapman, uka, sen nima xohlaysan? Mana darsdan chiqding, uyga bording. Tezroq darsimni qilib olay, keyin mana bu ishni qilay degan biror bir ishi bormi desam, yo'q deyapti-da bola. Na ota-onaga mehr bor, na bir ustozni yaxshi ko'radi. Hech narsaga qiziqishi yo'q. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Bu birinchi sababi haddan oshiq planlarni nima deydi? Inson qobiliyati yetishidan ortiq rejalarni o'z oldiga qo'yishdan bo'ladi. Ota-ona misol bolaning iste'dodiga qarab yo'naltirilmayapti-da. U bolani ehtimol bir yaxshi rassom bo'lar. U bola ehtimol qo'shiqchi bo'lar. Qo'shiqchi bola keldi. Juda zo'r tovushli odam. Onasi aytayapti, men xohlamayman buni qo'shiqchi bo'lishni. Bu ingliz tilini o'rganish kerak. Bu ingliz tilini o'rganish kerak. Bola aytayapti, men xohlamayman ingliz tilini deyapti. Keyin orada bosim paydo bo'ladi. Men uni yupatdim, aytdim, uka, sen inglizcha qo'shiq o'qishni yo'lga qo'ygin. Men aytdim, men inglizchani o'rganganingdan keyin oyingdan ruxsat olib beraman. Maylimi dedi. Men aytdim, mayli, davay, mana inglizchani kuyla deb qo'shiq berdim qo'liga. Shunaqangi chiroyli kuylab berdi, o'zim ham san'atni yaxshi ko'rganim uchun maza qildim to'g'risi. Bu kunisi bola kelmadi. Bu kunisidan kelmadi, tamom. Zo'r maza qilib o'tgan darsimizdan chiqib qaytib kelmadi. Chunki men bilmayman, uyda nima gap bo'lgan. Lekin biz ota-ona sifatida balki ota-onasi uni qo'llab yuborgandir. O'sha xohishlarini, istaklarini inobatga olgandir balki. Ilohim shunday bo'lsin. Umid qilamizki shunday. Lekin aksar holatda ota-onalar farzandiga o'zini nima deydi, qobiliyatidan kelib chiqib emas, o'zini orzusini ushaltirish uchun bosimni ko'paytirib yuborgan. Endi ikkinchi tomondan, hozirgi kecha kunduzda iqtisodiy holatimiz ham onani, ham otani ishda bo'lishini taqozo qilyapti. Bir necha 10 yilliklar oldin Yevropada bu muammo bo'lgan. Yevropa, o'sha rivojlangan g'arb mamlakatlari buni boshdan kechirdi. Endi bizga bu muammolar kirib kelyapti. Rivojlanish bilan birga albatta muammo kirib keladi. Biz agar oldindan to'g'ri xulosa qilib bilsak, muammodan yaxshi chetlab o'ta olamiz. Ota-ona ishga bo'lganidan keyin u ishdan albatta charchab keladi. Onaga ham, otaga ham, misol kechqurun ustozdan kelayotgan yomon baho yoqmaydi. Biroz past baho bo'lsa agar, nimaga bolam past olyapsan? Nima muammo bo'lyapti? Men senga nima qilib beray? Ni o'rniga ular qo'yishni boshlaydi. Men senga shuncha xarajat qilyapman, sen oqlamayapsan, sen undaysan, bundaysan, hech nima bo'lmaysan. Orada bola kimga aytsin dardini? Shunday. Bu muammoni kimdir qo'llab-quvvatlash kerakdir. Misol, ya'ni yechim topish kerak kimdir. Ota-ona sifatida biroz o'zini ortga tortib, men nima qilishim kerak farzandim uchun? Men o'zi mas'uliyatim nima meni? Shunchaki pul berishmi? Misol, pul bilan biz pul berib talab qilishmi? Bu narsa noto'g'ri. Ona mehr manbai, onadan mehr olmagan bola hech narsa bo'lmaydi. Ota tarbiya manbai. Ota tarbiya berish kerak. Ota qarshi suhbatlashish kerak farzandi bilan. Qo'llab-quvvatlash kerak. Men hayotimdagi eng katta risklarni qilayotgan paytimda uni otamni qo'llab-quvvatlovlari bilan qilganman. Misol o'sha hozirgi o'quv markazimizni men bilgan 99% inson qaytargan. Olmagin u yoqlar snos bo'ladi, sen ishlay olmaysan. Faqat otam meni qo'rqmay, ol, tamom, yaxshi bo'ladi degan. Bir kishining gapi men hayotim hozir qancha men o'sha yerdan
foyda bilan chiqdim ochiq. Hozirgi kecha kunduzda u narxda sotib ola olmaysiz. Va bolalar qanchasi o'sha yerda ilm olyapti? O'sha yerni o'zida 500 dan ortiq bolani o'qitdik. Ungacha 500 dan ortiqini o'qitganmiz, xudoga shukr. Har yil mesela 100-150 ta bola o'qib tugatib ketadi bizda. Endi boyagi savolimizga yana qaytamiz. Bizda reklama ekan va bitta chiroyli qo'shiq eshitamiz. Albatta, tushlik qilayotgan yurtdoshlarimizni zeriktirib qo'ymaslik uchun, lekin men ishonchim komil, biz tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz maza qilishyapti. Xususan bolalari bugun ta'lim olayotgan yo bolalarini qaysidir bir kurslarga berishga tayyorlanayotgan ota-onalar uchun menimcha juda yaxshi suhbat bo'lyapti. Biz qisqagina reklamaga albatta chekinamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yana bir kere assalomu alaykum. Istiqlol telekanalida bizni jonli efirda tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlarimiz Tushlikda dasturi va biz bugun chiroyli mehmonlarimiz bilan suhbatlarimizni davom ettiryapmiz. Bizni mana studiyamizdagi mehmonimiz, agar kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ajoyib ustoz Tolibjon To'xtayev. Tolibjon, sizni ko'rib turganimizdan juda ham albatta xursand bo'ldik. Juda shu paytgacha ham chiroyli suhbatimiz davom etdi va manfaatli juda ko'p tomoshabinlarimiz uchun albatta manfaatli suhbatlardan biri bo'lyapti. Yana bir marta assalomu alaykum. Tolibjon, umuman mana yoshlar bilan ishlaysiz. Bugun ba'zan eshitamiz, biz davrimizda boshqacha edi, biz davrimizda o'qishga e'tibor boshqacha edi, biz davrimizda intilish boshqacha edi. Umuman hozir yoshlarni umuman ta'limga, ilm olishga intilish qanaqa? Endi bizni avlod vakillari bilan solishtirsak. Bu Aristotel ham aytgan ekanda, bolalar yomon bo'lib ketyapti deb. Bu azaliy muammo. Nimaga o'zi bu gap qayerdan kelib chiqqan? Mening fikrim, har bir avlod o'zini qilgan ishini to'g'ri deb o'ylaydi. Lekin bolasi o'zgarishni xohlaydi. Biz misol boladagi o'zgarishga ham chidolmayapmiz ota-ona sifatida. Lekin yana ular bizdan ham yaxshi bo'lishni xohlayapmiz. U hech qachon bizga bosib o'tgan yo'lni bosib o'tib boshqa odam bo'lmaydi. Ba'zan ular biza qilmagan ishlarimizni qilar. Ba'zan ular boshqacharoq bo'lar. Bu narsaga endi ota-ona tayyor bo'lib turish kerak-da baribir. Endi bola misol ilm olyapti, o'qiyapti, yangi narsalarni o'rganyapti, tabiiy uni dunyoqarashi boshqa xil bo'ladi. Uni fikrlashi boshqa xil bo'ladi. Asosan mana shu til o'rganadiganlarga demak dunyoqarashi tubdan o'zgacha bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak joylar bor. Bu misol o'sha oilaga bo'lgan e'tibor, ota-onaga bo'lgan hurmat, vatan oldidagi burch. Mana bu narsalarga diqqatli bo'lish kerak albatta. Lekin misol bola aytsaki, dada men IT sohasida o'qiyman yoki men san'at bo'yicha ketaman, dada men mana bu narsaga ish qo'ydim. Aslida ana bu bundoq bo'lish kerak ekan degan narsalarga endi sal ota-ona ham yumshoqroq bo'lib tursa, bu muammo bo'lmaydi. Va biz taraqqiyot bu vertikal narsa. Bu doim tepaga qarab ketadi. Taraqqiyot hech qachon pastga tushmaydi. Oldingi davrda boshqacha edi, yaxshi edi degan gap, endi uzr, agar sizdan bu gap bo'lsa, bu xato gap. Chunki oldingi davr yaxshi bo'lganda edi, bugun bizga mana bu muammolar bo'lmasdi. Shunday. Oldingi davrda nimadir kamchilik bo'lganki, u mana bu muammolar bo'lgan. Endi bilmadim, bu fikrim to'g'rimi? Ba'zilar SSRni maqtaydi. Sovet davrida undoq edi, bundoq edi. Men aytamanki, agar keksa avlod vakillari ko'proq. Kecha ham bir suhbatda shu gap bo'ldi. Men aytdim, agar Sovet davrida hammasi zo'r bo'lganda edi, bo'linmasdi. Shunday. Bo'linmasdi. Demak, u yerda biz eshitganmiz, qancha o'g'riliklar bo'lgan, kontrol, demak, nazorat bo'lmagan, tizim umuman bo'lmagan. Demak, nimadir muammo bo'lganki, u tutilib ketgan. Endi shundan kelib chiqib, har doim o'sha ota-onalar bizni davrimizda biz bundoq edik degan narsani endi qabul qilishlari kerak. Bu yangi avlod. Bular o'zgacha bo'ladi. Bular boshqacha bo'ladi. Bular siz bilan ochiq-ochiq gapirishi mumkindir. Misol siz bilan erkin sizga kelib fikrini bayon etar. Lekin bu sizni hurmat qilmaydi degani emas. Misol u sizni shundoq yaxshi ko'radi. Sizni do'st sifatida yaxshi ko'radi. Lekin uni dunyoqarashi siznikidan boshqacharoq. Albatta boshqacha. Ular keng fikrlaydi. Ular sizni har bir aytmaydigan gapingizni ham tushunib turadi. Ya'ni inson mimikasidan, o'zini tutishidan, nazaridan bolalar ajrata oladi siz nima demoqchiligingizni. Mana katta o'g'lim 6 yoshda.
u mani aytmayotgan gaplarimni ham eshitishni man his qilib turaman ba'zanda. Misol men borib otamni bo'ylariga osilib o'ynolmaganman yoshligimda, lekin u erkin. Bu narsaga erkin fikrni bildiradi. Xohlaganini qiladi. Menga hatto ba'zi payt uydagilar "Sen gapirmaysan, tarbiyalamaysan, erkalanib ketyapti" deyshadi-da. Lekin men uni tushunib turibman. U shundoq rivojlanadi. U shu bilan rivojlanadi. Lekin fikrlashlari juda katta. Men gastitsa quraman deydi. 6 yoshida o'shani tushunib yetyapti. Bu juda ajoyib narsa. Va e'tibor bersangiz, o'sha bugungi yosh avlod, bu farzandlarimizni o'sha maqsadlari ham biznikiga nisbatan kattaroq. O'ta katta. Biz bunday maqsadlar, bizda nima, maktabni tugatganda eng ko'p bo'lsa agar institutga kirish bo'lgan maqsadimizda. Lekin institutni zo'r tugatish yoki ingliz tilini zo'r bilish, hali aytganimdek chet elga borib zo'r mutaxassis bo'lishni biz orzu qilmaganmiz. Bizni bugun farzandlarimizning orzulari ham yuksak, to'g'ri? Shunday. Misol mana universitetga kirishga qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik ota-onalar mana 11-sinf bolani olib kelishadi-da, bir yil vaqti qolgan, test sertifikat olib topshirish kerak. Nima uchun test sertifikat olish kerak? Chunki bu 11-sinf bo'lgan. Aslida men misol 11-sinf tugatgan bolalarga 1 yil vaqt berish kerak o'zi. Institutga qo'yish kerak emas. Ularni har sohada 2 oy bepul tekinga ishlatib ko'rish kerak. U borsin, misol mexanik bo'lib ko'rsin. U borsin bog'dorchilikka ishlab ko'rsin. U borsin fermada ishlab ko'rsin. U borsin texnika IT bo'yicha ishlab ko'rsin. Bankda hisobchi bo'lib ko'rsin. Har sohani tekin ko'rsin. Doktorlikka nimadir olib bersin. Misol o'sha yerda mayli ichida yursin. Nimadir qilib ichkariga qo'yib ko'rsatish kerak. O'g'lim yo qizim, senga qaysi biri ko'proq yoqdi? Sen qayerda o'zingni kelajakda ko'rmoqchisan? Bola shunda yaxshi ko'rgan sohasini tanlaydi. Va inson hech qachon yaxshi ko'rgan sohasida qoqilmaydi. Va u hech qachon ishlagan bo'lmaydi. Inson yaxshi ko'rgan ishni qilib tursa, u bir umr dam olgan bo'ladi. Biz o'sha sohani tanlashlikda oldin bolalarimizni shu sohalarga qo'yib ko'rishimiz kerak. Balki 11ni tugatmasdan oldin ham umumta'lim maktabida ixtisoslashuvni yo'lga qo'yish kerakdir. Biz shu narsani ko'zlayapmiz. Maktabimizda albatta ko'zlayapmiz bu narsani. Ozgina maktabimiz deb gapiryaptilar. Hozir o'sha maktab haqida avval ozgina ma'lumot berib o'tsangiz, bu qanaqa maktab? Bu mavzuga olib kelamiz hozir. Mana prezidentimiz tashabbuslari bilan Bukhara City loyihasi joriy qilingan edi. Shu loyiha ichida 4 ta maktab qurilyapti. O'sha hududda, Bukhara City hududida 4 ta maktab qurilyapti. Ularni biri davlat maktabi, Al-Xorazmiy maktabi va bugungi kunda hozir faoliyatini olib boryapti. Ixtisoslashgan maktab, juda chiroyli qurilgan ham, ajoyib, ichidagi sharoitlari ham zo'r. Shundoq. Va uni oldida yana 3 ta maktab qurilyapti. Bular xususiy maktablar bo'ladi. Ularning biri birinchi ochilayotgani Farobiy xalqaro maktabi bo'ladi, xususiy maktab. O'sha yerda biz xudo xolasa rahbar bo'lib ishlayapmiz. Ya'ni bu xalqaro. Bizda endi xalqaro degani shu savol ham ko'pchilik tomonidan tushyapti. Bizni xalqaro standartlarga moslashib tizimlashtirganmiz. Lekin xalqaro sertifikatni olish uchun bu prezident maktabi hozircha olgan bu sertifikatni. Biza o'qituvchilarimizni qabulda ham aytyapmiz, barcha fanlarini ingliz tiliga ham o'ta oladigan bo'lish kerak. Xalqaro sertifikatni olish uchun biza Cambridge o'quv tizimi bo'yicha darslarni shakllantirgan bo'lamiz va hozircha tizim Cambridge sistemasi asosida quriladi. Sertifikatni olishimiz uchun biza oldin 2 yil shu tizimda ishlagan bo'lishimiz kerak va imtihondan o'tamiz. Xudo xolasa xalqaro degan nomni haqiqatan ham olamiz, nasib bo'lsa. Endi bu xalqaro o'sha huquqini olgan, mavqeini olgan o'ta kam maktablar bor respublikamiz bo'yicha. Xususiylardan to'g'risi sanoqli, lekin prezident maktabi olgan. Endi biz shu maktabimizda boya aytayotganimiz kasbga yo'naltirish sohasini qilyapmiz. Ixtisoslashuv ya'ni. Ixtisoslashuv. Bolalarga har shanba kuni kasb kuni bo'ladi. Turli xil sohalardan odamlar kelib, mutaxassislar kelib o'z kasb haqida gapirib beradi, bir ko'rgazmalar qilib beradi, bolalar o'sha sohalarga ishlab ko'radi va o'ziga yoqqanini tanlab o'sha sohaga sekin-asta yo'nalib boradi. Yana bir narsani haqida aytmoqchiman. Kecha bir akamiz aytayaptilarki, meni katta nevaram, men o'qiyman, kresloga o'tiraman, zo'r ustoz bo'laman, zo'r olim bo'laman deyapti. Ikkinchisi aytayaptiki, menga o'qish kerak emas, men mol boqaman deyapti, dedilar.
Men aytdim, aka, o'sha ikkalasi ham o'qigan bo'lish kerak aslida. Shunday. Inson o'sha fermerlik qilsa ham o'qigan fermer bo'lish kerak. Shunday. Inson daraxtga qarasa ham, misol mana muammo nimadan kelib chiqyapti? To'g'ri. Agrotexnik bo'lish, hech bo'lmasa agrotexnikasini bilish kerak. Bizga barcha soha kerak. Barcha soha kerak. Endi misol shuning uchun aytmoqchimanki, maktablar nima uchun kerak deyish kerak emas. U eng avvalambor umum ta'lim, ya'ni umumiy ta'limni hech bo'lmasa boshlang'ich bilimni berishi kerak. Qaysidir maktabning fanda. maqsadi shaxsni rivojlantirish. Kasbga yo'naltiradi oliy ta'lim. Maktab kasbga yo'naltirib bermaydi. Maktab kasbga qiziqtirib berishi mumkin. Endi bu narsani aytaman-ku, hamma javobgarlikni bo'ynidan ozod qilgisi keladi. O'qituvchisi qaramadi yoki boshqa narsa bo'lmadi. Bola 16 yildan beri shu muammo bilan yashaganda endi. Uni 3 oy, 5 oyda qaysidir kurs yechib bera olmaydi u muammoni. Unga tizimli o'tirib ishlash kerak bo'ladi. Jamoa bo'lib ishlash kerak bo'ladi. Ota-ona, maktab, o'quvchini o'zi, mana qo'shimcha to'garaklar ustozlari birgalashib o'tirsa, keyin unga muammoga yechim topib bo'ladi. Bolalar qiziqib ishlashligi uchun o'zini misol oliy ta'lim diplomiga ega bo'lgan dehqon chiqsin. Ustalar bilsin. Bir usta kelyapti bizga. Devorimizdan zina ko'tarilgan, zina ustini remont qildi. O'zi matematikada universitetda 4-kurs o'qirgan. Endi usta yordamchisi bo'lib keldi bizga. Qo'shimcha daromad. Ha, qo'shimcha daromad uchun. Ishni tugatgandan keyin boshlig'i ketib qolgan. Men aytdim, hisobini qilaylik, endi pulni beray, kvadratini chiqarib bering dedimda. Menga aytayaptiki, ustani telefon qilib kelib kvadratni hisoblab bersin deyapti. Usta o'qimagan. Men aytayapman, nega siz-ku matematik deyapman. Menga qarab o'tiribdi. Yo'q, bu devor deyapti. Zina bor-ku bu yerda, men devorni yuzasini hozir xato qilmay. Men aytayapman, qarang, bu to'g'ri burchakmi, egri to'g'ri burchakmi? To'g'ri burchak deyapti. Undan aytdim, kvadratni hisoblab 2 ga bo'ling. Bo'ldi, natijasi chiqadi sizga. Qarab o'tiribdi. Men aytdim, uka, siz olimsiz. Siz asl inson emassiz. 4-kurs, siz hozir borib maktabga dars berish huquqiga ega insonsiz. Shunday. Sizki bir amaliy oddiy narsani bilmayapsiz. Men ingliz tili o'qituvchisiman. Tushunaman u narsani. Siz matematiksiz. Mana shu darajada kelib qolganimizga sabab nima bo'lyapti? Ilmdan faqat nazariy olyapmiz-da. Formula ani bega qo'ysang bu bo'ladi, tamom. Hayotning qayerga kerakligini tushunmaymiz. Tezroq biz shu amaliyga o'tishimiz kerak. Va farzandlarimizni qaysi sohaga borishidan oldin qat'iy nazar ularni ilmli o'sha soha olimi qilish kerak. Olim bo'lsin. Misol mana hozir chorvada kasalliklar keldi. Juda ko'plab chorvalarimiz nobud bo'lib ketdi. 90% mutaxassislar ustoz shogird tizimida o'rgangan. Ular zamonaviy metodlarni bilmaydi. Shuning uchun qimmat. Lekin biz shu kasallikni agar yaxshi mutaxassis olimlar bo'lganda juda arzon yo'l bilan biz buni oldin olgan bo'lardik, yechimini topa olardik. Yoki misol chorvani oson yo'l bilan zararsiz ravishda semirtirish choralarini izlash kerak. Avstraliyada, Yangi Zelandiyada ko'plab metodlar qilinadi. Biz tekstlarni faqat o'qiymiz. Ularda hatto gazetalarni shundoq qog'ozga chop etishyaptiki, uni o'qib bo'lganingizdan keyin sigirga yedirsa bo'ladi. Shunday. Ekologik shunchalik. Ekologik toza narsa. U yana u qog'ozni yegan sigir suti, nima deydi, shirasi, qaymog'i ko'p bo'lar ekan. Qarang, biz buni faqat tekstda o'qiymiz. Men hayron qolaman to'g'risi, havasim keladi. Bu narsaga tezroq biz chiqishimiz kerak. U uchun nima deydi, shu mutaxassislar, zo'r, kuchli kadrlar yaxshi ko'rgan. U misol ishini yaxshi ko'rgan, ishidan or qilmaydigan. Misol men fermerman deyishdan uyalmaydigan, men dehqonman deyishdan uyalmaydigan yoki ustaman deyishdan uyalmaydigan odamlar kerak. Shu fikringizga juda ham qo'shilaman. Har bir sohani albatta o'qigan mutaxassis bo'lish kerak-da. U o'sha aytganingizdek oddiy fermer bo'ladigan bo'lsa ham, unda ham qancha o'ziga xos yo'nalishlari bor, qancha o'ziga xos muammolari bo'lishi mumkin. Kitoblar bor u haqida, o'qish kerak ularni olib. Ularning aksariyati ingliz tilida. Fermer demak ingliz tilini ham bilish kerak bo'ladi. Iloji yo'q, ingliz tili, matematika bu universal fanlar, barcha bilish kerak bo'lgan narsa. Shuning uchun maktabimizda ham ingliz tili, matematikani barchaga doktor bo'lsin, biolog bo'lsin yoki misol laboratoriya ishchisi bo'lsin,
u ikkita fanni o'qiydi. Ha, demak siz o'qituvchilarga ham xuddi shunday talab qo'yiladi, sizlar o'qituvchilarga ham. Biz hozir o'qituvchilarga ham qabulni boshlanganmiz. Ingliz tilini biladigan yaxshi fan mutaxassislari bo'lsa, bizga murojaat qilishlari ham mumkin. Asosiy talabimiz mayli hozircha tilni bilmagan bo'lsa ham, biz o'qituvchilar uchun alohida kurs tashkil qilamiz maktabimiz ichida. U mutlaqo tekin, bepul bo'ladi. O'qituvchilarimiz darslaridan keyin o'tirib, tilni ham o'rganib, ularga muddat beriladi 6 oy ichida tilni o'rganib, o'sha fanlarni inglizchaga o'tadigan darajaga chiqishlari kerak. Bu o'zlari uchun ham, demak, shaxsiy rivojlanishlari uchun ham kerak bo'ladi va bizning maktabimizga ham xudo xolasa manfaati tegadi. Umuman shu xalqimiz manfaat ko'radi. Umumta'lim fanlaridan tashqari yana qo'shimcha fanlar o'tiladimi? Qandaydir qiziqarli o'sha yuqorida aytilganidek ixtisoslashuv asosida? Albatta. Misol STEM fanlar deydi. Science, technology, demak, engineering shu sohalarga hozir juda ko'p maktablarimizda STEM dasturi asosida ta'lim dasturlari amalga oshirilyapti. O'sha STEM dasturi bo'yicha darslar o'tiladi. Undan tashqari o'sha demak davlat standarti bo'yicha talab qo'yilgan fanlar o'tiladi. Ona tili, tarix, demak tarbiya fani bo'ladi bizda. Kuchli mutaxassislarni jalb qilganmiz shu tarbiya sohasida ham. Undan tashqari mana 2 soat har kuni badan tarbiya, ya'ni madaniy hordiq desak ham bo'ladi. O'sha uchun vaqt ajratganmiz. 6 xil sport turimiz bor. Gimnastika, taekvondo, dzyudo kiradi, suzish, futbol va shaxmat sport turlarimiz bor. Har kim o'zi xohlaganini tanlaydi. Soat 4 dan 6 gacha o'zini demak o'sha qiziqishiga qarab sport tanlaydi va undan tashqari bizda musiqa fanlari asosan vokalga biz yo'naltiryapmiz sohamizni. Chunki har bir inson nutq qilish qobiliyatini bilishi kerak deb o'ylayman. Har qaysi soha vakili, fermer bo'lsin, bog'bon bo'lsin yoki oddiy emas, endi sotuvchi bo'lsin, har kim chiroyli nutq qila olishligi kerak. Nafasini to'g'ri chiqarib, to'g'ri uni nima deydi, boshqara olishligi kerak va yuqori oktava, quyi oktava tovushlarni boshqara olishligi kerak. Bu haqda ularga ko'nikmalar, bilimlar kerak. Ularni ham xudo xolasa qolaversa, mana o'zi prezidentning farmonlari ham bor-ku, o'sha umumta'lim maktablarda ko'proq musiqa fanlarini ko'paytirish uchun musiqa to'garaklarini, chunki san'at bilan uyg'un bo'lgan bolada baribir dunyoqarash boshqacha bo'ladi, unda mehr oqibat boshqacha bo'ladi, u dunyoga boshqacha qarashni boshlaydi, to'g'rimi? Har bir inson xohlaydimi yo'qmi, stressga yo'liqadi. Stressdan sog'lom chiqib olishning bir yo'li bu musiqa. Inson chiroyli musiqa kuylasa, inson chiroyli musiqa asboblarini chala olsa, bu yomon odatlarga kirib qolishlikning oldini oladi. Aytaylik, ichimlik ichishga mukkasidan ketib qolish oldini oladi. Bu o'ta muhim narsa. Barcha insonda, mana misol otam gitara chalardilar, men o'zim o'rgana olmadim, lekin juda qiziqaman ochig'i. Hali ham kech emas. Shunday. Bunaqa narsani o'rganishga hali ham kech emas. Maktabimizda, xudo xolasa buni tashkillashtiramiz, o'sha yerda vaqt ajratmoqchiman shu ko'nikmani ham o'rganishga. Bu chetdan qarab tursa ajoyib narsa. Baxtiyor Rahmonov degan bir qo'shiq akamiz borlar, Toshkentda birga ko'p yurganmiz shu bilan. Akamiz, ustozimiz shu san'at sohasida menga ko'p narsalarni o'rgatganlar. Umuman dunyoqarashlari ajoyib inson. U kishi gitara chalganda, gitara chalardi o'zi. Maza qilib turardim-da. Inson ruhi yengil tortadi. Shuning uchun musiqa faniga ham biz alohida urg'u bermoqchimiz. Mana o'sha tashkil etiladigan maktabni o'zida fanlar shu darajada chuqurlashtirib o'tiladi, kurslarga, ya'ni qo'shimcha tayyorlovlarga ehtiyoj bo'lmaydi deyapsiz-da. Unda Lingo Pro'ni keyingi kelajagi nima bo'ladi? O'zingizga o'zingiz raqobatchi yaratmayapsizmikin? Lingo Pro bizga asosan inkubatsiya vazifasini o'taydi. Ya'ni biz u yerda o'qituvchi, ustoz ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqaramiz degani ustozlarni biz o'sha yerda tayyorlaymiz. Shu boya aytganim fan bo'yicha tayyorlov. Bizga oldinda hali rejalarimiz ko'p. Xudo xolasa universitet ochish niyatidamiz keyingi yilda. Yana bog'cha ochilyapti, bolalar bog'chasi. Binosi qurilgan, sentyabrdan faoliyatini boshlaydi. Va ya'ni klaster qilinyapti. Klaster qilindi, tashkillashtirilyapti. Universitet binosi endi qurilishi boshlanadi, xudo xolasa. Va keyingi yillardan boshlab biz yana o'sha branchlar ochib, endi ya'ni maktabimizni faoliyatini kengaytirmoqchimiz boshqa hududlardan. Nima maqsad? Maqsad ilm fanni keng yoyish. Lingo Pro esa bizga kadr tayyorlab beradi.
O'sha yerga kerak bo'ladigan o'qituvchilarni biz shu yerga borib tayyorlaymiz. Ya'ni bitta misol 1000 kishi o'qiydigan maktabga 100 ga yaqin xodim kerak. U xodimlarni tayyorlash kerak bo'ladi, ustozlarni tayyorlash kerak bo'ladi. Va albatta men har yakshanba kunlari Lingoproda bo'laman. Xudo xolasa ertalabdan kechgacha bolalarimizni o'sha haftalik ishlarini nazorat qilamiz. O'ylaymanki, ishimiz yanada manfaatli va sermahsul bo'ladi. Chunki biza o'sgan joyimiz Lingopro, bizni tanitgan joy. Hatto o'sha investorimiz ham qachondir o'sha yerda o'qib ketganlar-da. O'zimizning investorimiz endi do'stimiz, nima deydi, shogird bo'lganlar vaqtiga, mana bugungi kunda u kishi bizga boshliq. Juda ajoyib inson, juda ajoyib tadbirkor. Shu kabi insonlar ko'proq o'sha yerdan chiqishni xohlaymiz. Juda ko'p insonlar biz bugungi kunga qadar o'sha yerda o'qib katta bo'lib ketgan odamlar ko'p kursimizda. O'shanaqa odamlar ko'proq chiqsin, endi u yer to'xtamaydi. Albatta. Yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Tolibjonni ijtimoiy tarmoqlarda agar kuzatadigan bo'lsangiz, yaxshigina jurnalist ham, ya'ni Tolibjonni o'zlarini podkast qiladigan loyihalari ham bor, podkast loyihalari ham bor. Bu ko'proq o'sha ta'lim sohasidagi, ta'limga taalluqli bo'lgan insonlarni chaqirasiz, to'g'rimi? Mehmonlaringiz ko'proq kimlar, ko'proq nima mavzularni ko'tarasizlar o'zi? Asosiy o'sha podkastimizni g'oyasi nimadan kelib chiqdi? Oldinlari maktabda o'sha maktabni bizdan oldin boshqarishni ko'zda tutilgan insonlar Toshkentdan edi. Boshqa bir xususiy maktabni asoschilari edi. Investorimiz meni oldimga jo'natdilar ularni. Ya'ni ustoz bir ko'rib beringchi, qandoq bular, qanaqa inson olib ketib biladimi, men misol qilayotgan investitsiyamni oqlaydimi deb menga jo'natdilar. Hali biz u payt Farobiyni nimasida emas edik, proyektda ichida emas edik. Keyin ular bilan suhbatlashdim. Ular menga turli xil savollar berishdi. Research endi tadqiqot olib boryapti. Biri orada Buxoroda полноценный o'qituvchi bormi dedi-da. Ochiq endi mehmon, hech narsa deb bilmaysiz unga. Ichimdan shovullab ketdim, to'g'risi. Juda qattiq tegdi. Avvalambor u men ustozlarimga bo'lgan hurmatsizlik edi. Va ikkinchidan bu savolni berish uchun inson shu darajada ta'limdan uzoq bo'lishligi kerakki, statistikalarni umuman ko'rmayotgan inson bo'lishi kerak. Statistikada har yili Buxoro o'rtacha ball olish bo'yicha birinchi o'rinda tursa, shunday. Oliy ta'limga kirish bo'yicha birinchi o'rinda tursa, butun Toshkent Qorako'l maktabi deb maqtansa, men farzandimni Qorako'l o'quv markazida o'qitdim deb maqtanayotgan bo'lsa, endi bu savol o'ta ortiqcha edi, keraksiz va noo'rin edi. Men aytdim, aka, Buxoroda ta'lim bu sanoat dedim. Biz uchun ta'lim bu shunchaki tizim emas, bu sanoat bu. Shundoq hududlar bor, ta'limi bori uchun ular kun kechiradi. Ya'ni asosiy sanoati ta'lim buni. Siz Buxoroda misol 5 ta xususiy universitet bo'lganiga yarasha, har birida 5-6 minglab chetdan kelib o'qiyotgan talabalar bor ularning ichida. Ular iqtisodiyotning nechta sektoriga foyda keltiryapti. Kimnidir uyida talaba bo'lib yashayapti, u foyda ko'ryapti. Aytib, bu keng sanoat, bu noto'g'ri biroz savol bo'ldi dedimda. Keyin shu bilan ichimdan o'tdi, agar shu loyihani menga nasib qilsa, Buxoroning ustozlarini ko'rsataman butun respublikaga degan salohiyatini, dunyoqarashini. Shundoq. Shu narsa ichimdan o'tdi. Keyin shu vaqt o'tib, keyin o'sha investorimiz ustoz qilib shuni o'zingiz oling dedilar. Kelishdik. Xudoga shukr, hammasi juda yaxshi bo'ldi. Keyin bizning o'sha marketologimiz boshqa edi, u payt marketolog, u kishi ham shu taklifni berdi, podkast qilaylik dedi. Keyin biz ham xursand bo'ldik-da, shu bilan boshladik ishimizni. Birinchi loyihamizni o'zimizning ustozimiz Murodlo Jo'rayev bilan boshladik. Keyin ular bilan ikkita suhbatlar bo'ldi. Ikki marta bo'ldi, ustoz bilan. Birinchi suhbatimiz sal qisqaroq bo'ldi. Endi birinchi marta bo'lgani uchun o'zim ham sal hayajonlanganman. Keyinchalik Nurbek Navzlayev ustozimiz bilan Buxorodagi ko'plab va o'sha kurs ustozlari biologiya fanidan, tarix fanidan, ona tili adabiyot fanidan, kimyo fani bo'yicha buxorolik katta ustozlar bilan suhbatlar qildik. O'ylaymanki, bu bizni kichkina bo'lsa ham bir ustozlarimizning haqiqiy salohiyatini ko'rsatib berdi. Mayli uni kamroq odam ko'rgan bo'lsin, lekin hech bo'lmaganda kimdir ko'rdi va bizda haqiqatan ham shunaqa ustozlar bormikan degan fikrni uyg'otib bilgan bo'lsa, hech bo'lmasa bir kishiga.
bu biz uchun katta yutuq. Albatta. Tolibjon, bizda yana hozir qisqacha reklama va chiroyli bitta qo'shiq tinglaymiz. Undan keyin esa suhbatimizni davom ettiramiz. Yana bir karra assalomu alaykum deymiz. Biz yaqin 2 soatdan beri Istiqlol telekanalida Tushlikda dasturini jonli efirga bermoqdamiz. Qiziqarli suhbatlarimiz va mana hozir ko'rganimizdek chiroyli qo'shiqlarni sizlarga taqdim etyapmiz. Albatta, hozir menimcha yurtdoshlarimiz tushlikni qilib bo'lishdi. Hamma ishiga shoshilyapti. Kimdir o'sha o'zini turmush tashvishlari bilan ovora bo'layotgandir. Mayli, nima bo'lganda ham kuningiz xayrli o'tsin. Mana bugun dushanba, hafta boshlandi. Hafta ham ser unum bo'lsin va mana shu haftada rejalashtirgan barcha ishlaringiz albatta baroridan kelsin deymiz. Bizni suhbatdoshimiz ustozimiz Tolibjon To'xtayev va biz suhbatimizni davom ettiramiz, adashmasam. Tolibjon Lingo Pro o'quv markazi rahbari va bu markaz yoshlarimizni til o'rganishga bo'lgan qiziquvchan yoshlarimizni IELTS, TOEFL xalqaro sertifikatlari uchun tayyorlaydi. Tolibjon, mana ota-ona albatta sizni yoningizga bolani olib keladi. Siz uni qanaqadir bir tekshiruvdan o'tkazasizmi? Chunki hamma bolada ham birday qobiliyat bo'lmaydi-ku til o'rganishga, to'g'rimi? Shuni qaysidir jihatiga ham qaraysizmi yo hamma bolani ham qilsa bo'ladimi, o'sha relsga solsa bo'ladimi? Albatta, misol o'zbek tilida gapira oladigan har qanday bolani har qanday vaziyatda ingliz tilida ham gapirtirib bo'ladi. Faqat u uchun biroz ko'proq vaqt ketishi mumkin. Chuqurroq sabr, mehr, muhabbat, bolaga fanga bo'lgan ishtiyoqni uyg'ota bilsak bo'ldi. Biza bolalar kelganda oldin bir suhbatlashamiz, nima kitoblar o'qiganiga qarab 2 kun muhlat beramiz. 2 kun dars berib ko'ramiz. Bolaga bola qanday dars qilayotgani muhim. Ya'ni ba'zi bolalar bor, darajasi yuqori bo'lishi mumkin, lekin o'yinqaroq, ko'p o'qigisi kelmaydi. Ularni muayyan bir guruhga qo'ygandan keyin ular olib keta olmasligi mumkin darsni. Shuning uchun biz 2-3 kun unga fursat beramiz. Qani uyda qanday dars qiladi bu? Uni tekshirish kerak. Bu oddiygina 20 ta test berib qanday darajaga kelganini aniqlashdan ham ko'ra biroz qiyinroq, muhimroq narsa. Uyda nima qila olishligini tekshirib, keyin u bolaga biz guruhlarga ajratib o'qitishni boshlaymiz. Shunda biz uchun ham osonroq, ota-ona uchun ham osonroq bo'ladi. Hozirgi kunda tizimlashtirganmiz. Bolalar 3 kun o'qib, tekshiruvdan o'tib, muayyan guruhga qo'yilgandan keyin har kunlik bahosi ota-onaga avtomatik tarzda jo'natiladi. Ota-ona biladi, bolasi bugun necha baho olayotganini biladi. Testlar va o'sha platforma qilganmiz. Bola sun'iy intellekt orqali suhbatlashib, o'zini demak gapirish ko'nikmasi qay darajada ekanligini biladi, xatolarni o'rganadi va mana yozish bo'yicha misol bir insho mavzusida inshoni yozadida uni to'g'ri ChatGPT ga o'xshagan dasturlar ham tekshirib berishi mumkin, lekin bizni afzallik tomoni bu sizga alohida vaqt beradida necha foiz inshoni ko'chirganingizni ham ko'rsatib beradi. Ya'ni bu plagiat bilan ham integrallashtirilgan. Plagiatga yo'l qo'ymaydi. Yo'l qo'ymaydi. Necha foiz insho ko'chirilganini ham ko'rsatadi. Bu bizning ustozlarga yana bitta qo'shimcha imkoniyat beradiki, bolani endi misol ba'zan bolalar o'zi yaxshi insho yozishi mumkin. O'qituvchi ishonmaydi. Sen ko'chirgansan deydi. Ba'zan ko'chirgan bo'ladi, o'qituvchi bilmay qolib yuqori natija qo'yadi. Orada tushunmovchilik paydo bo'ladi. Shu narsani oldini olish uchun biz nima qilganmiz? Butun bir jarayonni tizimlashtirib qo'yganmiz. Shunchaki bolani necha foiz ko'chirganiga qarab aytamiz, siz mana 10% inshoingizni ko'chirgan ekansiz, shuni qilmang. Bu oson bo'ladi. Endi albatta mana hozir IELTS imtihonlarini topshirish ham hozir avtomatlashdi, to'g'rimi? Ya'ni kompyuter orqali. Lekin o'sha jarayonlarni o'zi ham, savollarni o'zi ham murakkablashib boradimi? Yo'q. Yo'q. Savollar har doim bir xil bo'ladi. Mavzular notanish bo'lib kelishligi mumkin. Yangi mavzu chiqdiki, yangi narsalar, kashfiyotlar bo'ldiki, o'sha sohalar ham demak speaking, o'sha nutqda yoki yozuvda kirib borishi mumkin. Mana misol sun'iy intellekt yaqin kunlarda kashf qilingan narsa. Oldinlari bu kundalik mavzumiz bo'lmagan. Bugun esa birinchi darajali mavzuga aylanib bo'ldi. Mana 1 oy 2 oy o'tgandan keyin yangi mavzular paydo bo'ladi. Sun'iy intellektni misol ta'limga qo'llashlik haqida nima fikr bildirasiz? Endi bola
u mavzudan xabardor bo'lishlik kerak bo'ladi. O'zi umuman mana 7-8 ball olishi uchun bola maksimum qancha tayyorlanishi kerak o'zi? Yoki bu uni olish qobiliyatiga ham albatta olish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi va uni maktabda qanday o'qiganiga ham bog'liq bo'ladi. Boshlang'ich poydevoriga bog'liq bo'ladi. Poydevoriga bog'liq bo'ladi, albatta. Misol 8-9-sinf bolani kelayotganda harfni ham tanimay kelishligi og'riqlikda endi. 8 yil, 7 Hatto shunaqalar ham keladimi? Keladi. Harfni tanimagan bolalar ham ba'zan keladi. Endi nima uchun bo'lgan bilmayman, men bir kishiga nima qilmoqchi emasman. Bor ba'zilar harfni tanimaydi yoki xato talaffuz qiladi. Umuman misol mana oddiy so'zlar, misol menda kitob bor, men maktab o'quvchisiman degan gaplarni ham bilmaydigan o'quvchilar borda. Vaholanki bizda 1-sinfdan boshlab ingliz tilini o'qitiladi. Xuddi shunday. Endi u bolalar hech bo'lmasa kursga kelgan paytda nimanidir bilib kelishligi kerakda. Biz misol harf o'rgatmaymiz. Chunki u pul olib o'rgatadigan narsa emas. Harfni endi bola bepul o'rganmaganda qanaqa pul olib o'rgatasiz? O'shanisiga bog'liq. Agar maktabda hech bo'lmasa o'qituvchini shunchaki tinglab o'tirgan bo'lsa, chalg'mang. Hech nima yozmagan bo'lsa ham, imtihonga kirmagan bo'lsa ham, shunchaki eshitib turgan bola ancha narsa o'rganadi. Chunki ustozlar o'tadi, darsni o'tadi. Hech kim sinfda uyalib qolishni xohlamaydi. Ayniqsa bugungi kunda ba'zi sinflarda o'quvchilar ustozdan yuqori natija olib qo'ygan bo'ladi. U ustozlar hech qachon bo'yniga o'tira olmaydi shogirdlarga. Bu xususan bizda o'qituvchilar ham o'zi bilimli hammasi. Ustozlarimiz mana so'nggi bir necha yilda o'sha ustamalar joriy qilingandan keyin va o'zim aytgancha xorijiy tillarni ommalashtirish agentligida bosh mutaxassis bo'lib ham ishlaganman bir muddat. O'sha davrda biz o'qituvchilar bilan ishlaganmiz. Ya'ni attestatsiya jarayonlarida 70 ga yaqin o'qituvchini o'sha C1 darajasiga tayyorlaganmiz o'sha payt. O'zim dars o'tganman ularga. Biz umumiy shu xorijiy tillarni ommalashtirishda demak mutaxassis turli muammolarni ko'tarib o'shalarni yechib izlaganmiz. Jarayonda 70 dan ortiq o'qituvchini C1 darajasiga tayyorlaganman. Qorako'lga borib 6 oy dars o'tganman. Qorako'l tumaniga 15-maktabda. O'zimizda Lingopro o'quv markazimizga Jondordan, Galasiyodan, o'sha shaharda hududidan ko'plab o'qituvchilar borib o'qishardi. Bu orada men ko'rdimki, o'qituvchilarda haqiqatan ham intilish bor. Ustoz uchun shogirdi o'ga kelib aql o'rgatib o'tirishi yoki uni xatosini ko'rsatib turishidek katta jazo yo'qda. Hech qaysi o'qituvchi buni xohlamaydi. Buni xohlamaydi. Shuning uchun ustozlar intilyapti. Lekin bu faqat ingliz tilida bo'lishi noto'g'ri-da. Hamma fanda shunday bo'lsa. Boshqa fanlarga ham. Adashmasam boshqa fanlardan ham, chunki hozir yoshlarimiz boshqa fanlardan ham milliy sertifikat olishga qiziqishi juda ham yuqori. Boya aytganim, shu suhbatimiz boshida aytganim, biz birinchi bosqichdan o'tdik, ilmga qiziqishga kirdik. O'qituvchilar ham, o'quvchilar ham tushunib yetdi, bu biologiya fani shunchaki odam anatomiyasini nimasini bir o'rganish emas. Bu keng qamrovli fan ekanligini hamma tushunib yetdi. Keyingi bosqich sekin-asta buni jarayonga qo'llash. Meditsinada etiologik kasallikka ikki xil davo topiladi-da. Biri etiologik, ikkinchisi patogenez deyilar ekan. Men meditsina sohasi emasman, lekin shu qiziq ma'lumotni oldim yaqinda. Etiologik bu kasallikni kelib chiqish sababi. Patogenez esa shu sabab natijasida yuzaga kelgan omillar bo'lar ekan. Asorat ya'ni. Asoratlar. Kishi misol mana tomog'i yiringladi, natijada isitmasi ko'tarildi. Tomoq yiringlagani bizda haqiqiy muammo emas. Doktorlar ikkalasiga ham bir xil davo muolaja qilsagina u kasal tuzaladi. Agar biz faqat patogenezga, ya'ni sirtidan ko'rinayotgan agar natija nima deydi? Asoratlar bilan ishlasak, muammo pastda qolaversa, u davo uzoqqa bormaydi. Bir oydan keyin qaytalanaveradi. Xuddi shunday. Ta'limda ham shunday demoqchisiz-da. Barcha sohada shunday. Muammo bor, natijada kelayotgan, yuzaga kelayotgan oqibat bor. Shunday. Bir bola testdan yiqilyapti. Bizlar Yaponiya metodi orqali 5 tagacha bo'lgan nega savollar bor-da, Yaponiyada shu narsa ishlatilar ekan. Bola nega yiqildi? Bu o'sha bizga etiologik muammoni chiqarib beradi-da. Nega u bola imtihondan yiqildi? Chunki past baho oldi. Nimaga past baho oldi? Chunki yaxshi dars qilmadi. Nima uchun yaxshi dars qilmadi?
Endi mana keladi ekologik muammolar. Chunki u o'rtoqlari bilan ko'chada ko'p yurdi, o'qituvchisi misol Nazoratsiz nazorat qoldi. qoldirdi, unadan ota-onasi uni xafa qilgan edi yoki o'zini ishtiyoqi yo'q. Biza mana bu muammolarni topishimiz kerak. Shunday. Biza bu muammolar ustiga ishlasak, men ko'pincha shunday haqida gapirsam, ota-onalar hayron qoladi-da. Domla deydi, bu boshqa narsa, bu natijasi o'zgarmayapti. Siz nimaga bu uyning muammosini gapirasiz deydi. Lekin aslida muammo o'sha yerda. muammo u yerdan boshlangan. Xuddi shunday. Biza u ekologik muammolarni hal qilsak, hayotning barcha sohada sababini tuzatib olsak, u yerda yuzadagi muammolar o'zi tuzalib boraveradi. Albatta. Bizni juda ko'p ota-onalar tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin. Ularda tabiiyki qiziqish uyg'ondi, tabiiyki savollar uyg'ondi. Umuman qisqagina qilib ota-onalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bolasini yaxshi yo'naltirish uchun, to'g'ri yo'naltirish uchun, yaxshi mutaxassis, o'zi orzu qiladigandek bir kasbni egasi bo'lishi uchun. Eng birinchi meni maslahatim niyatni to'g'irlash kerak. Niyatni to'g'irlash kerak. Hech qachon qo'shnisini farzandi mana bu institutga kirgani uchun undan yaxshiroq o'zib ketishlik maqsad bo'lmasligi kerak. Hech qachon aytaylik, misol mana 5,5 ham o'sha ingliz tilidan ozod qiladi, lekin qo'shnisi 6 olgani uchun farzandiga 6,5 ni o'qitirish kerak emas. Har bir bola o'z dunyosida mavjud. Individual. Ular ehtimol ingliz tilida 5,5 olar, lekin ko'plab boshqa sohalarda u qo'shnisidan yaxshi bo'lishligi mumkin. Umuman raqobat nafrat shaklida bo'lmasligi kerak. Yaxshi to'g'ri niyatda bo'lishligi kerak. Bolam mana qo'shnimiz yaxshi IT mutaxassis bo'libdi. Sen ham shu kabi yaxshi mutaxassis bo'lib, birga katta ishlarni qilinglar deyishimiz kerak. Birinchi o'rinda demak niyat. Ikkinchi o'rinda ko'ngilni keng olish kerak. Siz bugun bolangizni ta'limiga qilayotgan rasxodingizni, o'sha xarajatingizni ertaga to'yiga qilmaysiz. Xavotirlanmang. Misol aytaylik, shu bolaga siz $15,000 rasxod qilasiz, yo to'yiga, yo mashinasiga, yo uyiga, yo xudo asrasin tarbiyasi bo'lib ketgan bo'lsa, uni muammolari ustiga, yo o'qishiga. Shunday. Siz butun umriga bolangizga faqat cheklangan miqdorda $15,000 bera olasiz. Ta'limiga qisgan inson ertaga o'sha to'yiga yo boshqa muammosiga, muammo emas, mayli u ham yaxshidir, to'yiga sarflashga to'g'ri keladi. Lekin orada o'qimagan farzand bo'lib qoladi-da. Va uning kelajagi masalasi. Shunday. Shu uchun aytadilarki, eng katta investitsiya bu ta'limga qilingan investitsiya. Albatta. Bola o'qigandan keyin bugun sizga katta xarajat ko'rinar, lekin ertaga siz uni to'y qilish haqida ham o'ylamaysiz. Unga ish topib berish haqida ham o'ylamaysiz, mashina olib berish haqida ham o'ylamaysiz. Oilasini qanday boqadi deb ham o'ylamaysiz. Eng muhimi, siz qilgan investitsiyani bola his qilib turadi. Uni farosat ochilgan, dunyoqarashi kengaygan. Oyimga nima qilay deydi. Shu ertalab ham oyim duo qilyaptilar. O'g'lim, ilon farzandlaring senga o'xshagan ota-onasiga mehribon bo'lsin. Men uchun bundan ortiq baxt yo'q. Va bunga sabab albatta o'qiganimiz bo'ladi. Va bunga sabab vaqtida ularni sizga investitsiya qilganlari va sizga o'ta ko'p qiynalishgan. Mana shularning mevasi, Xudoga shukr, va to'yimizda ham aksariga o'zimiz yurib qilganmiz. Hammasidan mingdan ming rozimiz. Nimaki qilsak, o'shalarning duosini olish uchun qilamiz va nimaga erishgan bo'lsak, hozirgacha ota-onaning duosi bilan bo'lganmiz. Albatta. U narsa uchun ota-ona ham ko'ngli keng olib, niyati to'g'ri qilib, nasib bo'lsa ishonch bilan qilish kerak. Albatta. Bu bolamni kursga berdim, albatta rivojlanadi. Bolamni shu yaxshi maktabga berdim, bu albatta zo'r bo'ladi. Ishonish kerak. Shunday. Birinchi o'rinda ota-ona va o'sha ishonchni bolaga ko'rsatish ham kerak. Albatta, senga ishonaman degan bola ma'noda. ko'rsaki, onasi, otasi unga ishonadi, u albatta erishadi. Bir ota-ona menga bu bolamni deydi, kursga yaxshi o'qimayapti. Har kun telefon qilib so'raylar, qanday o'qiyapti, qanday yo'qdi. O'qimasa men buni ana u misol g'ish zavodiga yetib ishga qo'yaman. Mashq qilaman. U yoqda nima yaxshi bo'ladimi u bolani? Hayotdan kuygan bir inson yoniga misol qo'pol qilib aytsa, og'ziga nimalardir chekib, yonida o'tirib har xil gaplarni aytib turgani holatida hozir endi bu jazomi bolaga yoki imkoniyatmi u uchun? Buzilishiga imkoniyatda u bolaga. U jon deb boradi hozir unaqa joyga. Ba'zi bir bolalar ya'ni sabrli bo'lish kerak demoqchisiz ota-ona. Endi xo'p, mayli, siz to'g'ri niyatda boshlagan ekansiz, ko'ngilni xotirjam qilib, endi sabr qilish kerak biroz. Bizni mana shaxsan 90% asabiylashtiradigan narsa bu ota-onalar. Bolalar bilan meni muammoim yo'q, ochig'i. Men yaxshi ko'raman, bolalarni hammasini ukamdek ko'raman. Ularga bildirganman, ochiqchasiga aytganman. Agar seni ota-onang meni ko'p qiynashmaganda edi, men senga qattiq muomala qilmasdim deb aytaman.
Tolibjon, bizga ajratilgan vaqt ham afsuski nihoyasiga yetdi, lekin suhbatimiz juda ham maroqli bo'ldi va o'ylayman juda ko'pchilik uchun foydali ham bo'ldi. Sizni keyingi dasturlarimizda ham kutib qolamiz albatta, chunki hali siz bilan suhbatlashadigan mavzularimiz juda ham ko'p. Eslatib o'tamiz, demak, bugun tushlikda dasturning mehmoni Lingo Pro o'quv markazi rahbari Tolibjon To'xtayev bo'ldilar. Bizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Bugunga sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Yaxshi kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Bugun qishni birinchi kuni va mana shu sovuq bo'ladimi, issiq bo'ladimi, qor, yomg'ir balki bo'lar, har qanday ob-havo sharoitida ham kayfiyatimizni tushirmaylik va hamisha olg'a intilaylik. Siz bilan esa keyingi dasturlargacha xayrlashib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.